Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizni Bek Mobil kanalimizni ashaddiy muxlislari va yangi tomosha qilib turgan do'stlar. Sizlarga hozirda bor o'zimizda telefonlarni qisqacha ma'lumotlar bilan aytib o'tamiz. Narxlari iloji bo'lsa xotirasini aytamiz. Batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda olsanglar bo'ladi. Birinchi o'rin Telegram kanalimizga o'tib qo'yishni tavsiya qilamiz. Sababi yangi kelayotgan xabarlar Telegram kanalimizga muntazam ravishda joylanib boradi. O'zingizga yoqqan model kelib qolish ehtimoli katta Telegram orqali. Shuning uchun kanalda video kommentariyasiga qo'yib o'tamiz. Telegram kanalimizga qo'shilib o'tsizlar manfaatli bo'lib qoladi. Andijon viloyati shahar makro supermarketidan video qilyapmiz. Xo'p, yana har doim aytadigan savollarimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti, video kommentariyasiga yozib qo'yinglar. Xursand bo'lib qolamiz. Shu joylarda muxlislarimiz bor ekan deb, bo'lmasam videoni boshladik. Videodagi kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Bu yerga videoni o'zimiz davom etkazamiz. Xo'p, boshladik bo'lmasam do'stlar. Qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tib ketaveramiz. Xo'p, birinchi o'rinda yangilar qo'yib beraylik mana. Birinchi o'rinda yangilar qo'yib beraylik. Samsung Galaxy A06 telefonimiz 1 yil garantiyasi bilan chiqqan. 4.8 lik xuddi shu svetda do'stlar, ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1.500.000 so'm yangi Samsung 128 xotirali olishlar mumkin. Buni rabochisini ham ko'rsatib ko'raylik mana. Shu holatda bo'ladi telefonimiz va rangi boshqachasi. Rangi o'ta ham chiroyli svet svet. Xo'p, endi 5G podдержка qiladigan Samsung Galaxy F16 5G modelimiz bor. 128 variantda, bu ham ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi. Buni narxini 1.900.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, bu plus tomoni 5G podдержка qiladi. Endi Samsung Galaxy A16 si bor do'stlar. Buni narxini 1.850.000 so'mga qilib beramiz. Bu ham ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi 128 variantda. Xo'p, Samsungdan yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon 128 narxida ham emas, 8256 variantda Samsung Galaxy A56 5G modelimiz ochilmagan vakuum holatda garantiyalar bilan afsona ekidan o'tgan telefonimiz. Rangi qora do'stlar. Xo'p, rangi qora ekan. O'zbekiston bo'ylab dasturlarimiz bor, aloqa chiqarasizlar. Buni narxini atigi $335 256 talikni qilib beramiz do'stlar. Kerak bo'lsa rabochilar ham 310 $300 sotilyapti hozirgi kunda. Xo'p, Honor'dan X6C modelimiz kelgan bizga. Xo'p, buni narxini 1.500.000 so'mga qilib beramiz. Yangi bu. Redmi A5 464 talik variantda 1 yil seriyasi garantiyasi bilan chiqqan. O'ta ham dizayni chiroyli ishlangan. Budjetli variantdagi yangi telefon qidirganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz A5 da. Sababi arzon narxda yaxshi ishlaydigan telefon. 1.50.000 so'mga yangi. Note 14S modelimiz do'stlar. 1 yil seriyasi garantiyasi bilan chiqqan. Afsona imeyga band ochilmagan vakuum pachka qo'lingizga yetib boradi. 200 megapiksel kamera, 67 wattli zaryadchik, 12 apparat e'tibor bersa 12500 yarim terabaytli telefonimiz. Narxini 3 million so'mga qilib beramiz. So'mga dollar hisobi $250 atrofida bo'ladi. Endi hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan telefonlardan biri desak bemalol bo'laveradi. Honor tomonidan Honor X9D modelimiz bo'lsa ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi. 1 yillik servis garantiyasi bilan chiqqan. Plus bunaqa Yandex Plusga qanaqadir bir prizlari ham bor ekan. Xo'p, telefonimiz narxiga keladigan bo'lsa do'stlar, atiga $315 8256 lik ochilmagan vakuum holatdagi telefonni olishlar mumkin. Bo'ldi, bu yerga ishlangan telefonlarimizga o'tamiz. Bu yerda ham yangilarimiz bor. Bularning narxini Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Note 12 do'stlar 1.100.000 so'mga qilib beramiz. Karotka hujjatlari bor. 6 operatorga 186 ancha-muncha qatmaydi, netmaydi, kuchli, yaxshi telefon. Samsung Galaxy A14 modelimiz do'stlar. Xo'p, adashmasam 6.128 variantda karotka hujjatlari ham bor edi shekilli. Xo'p, telefonimiz radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, garantiyalarni qilib beramiz. Narxini atiga 800.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. 800.000 so'mga 6.128 lik, kerak bo'lsa 64 talikdan undan ham balandroq sotdik. Kelishiga qarab narx qo'yamiz. Xo'p, A13 endi xuddi shuni A13 4.128 variantda karotka hujjatlari adashmasam bor. Buni narxini 700.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. 700.000 so'mga 800.000 so'mga o'ta ham zo'r taklif hisoblanadi. Chunki Samsunglar bilasizlar, eng kam Redmi'ning 64 taligi, 128 taligi bilan Samsungning 64 taligi yoki 32 taligi yuradi. Samsungcha balandroq yuradi. Endi xuddi 06 ni ko'rsatib o'tdik. A06 holatlari yaxshi holatda, ayb nuqsoni yo'q, 4.128 variantda afsona emegidan o'tgan. Buni narxini 950.000 so'mga qilib beramiz. Yangisini 1.600.000 so'mga, xohlasanglar hozir ishlanganini 950.000 so'mga olishlar mumkin. Xo'p, Samsung Galaxy A16 modelimiz do'stlar 1.550.000 so'mga 128 variantda karotka hujjatlari borini qilib beramiz. Bir boshga ketaveramiz endi. Xo'p, Note 9S'imiz bu do'stlar 4.64 talik variantda adashmasam karotka hujjatlari bor. Narxini 650.000 so'mga qilib beramiz. Masalan, budjetli narxdagi yaxshi telefon so'raganlar uchun 650.000 so'mga zo'r variant.
Hop 10 Pro bor do'stlar, kirishkasini alishtirib qo'ymadik, sababi rasxod bo'lib narx qo'shilib qoladi. Buni narxini 800 ming so'mga beramiz. 8256 talik korobka hujjati bor. Ekranida ozmoz soyasi bor. Lekin ishlashda ziyoni yo'q. Asosiysi 8256 talik qatmeni netmeni kamerasi cho'tki shu siri telefon so'raganlar uchun 800 ming so'mga zo'r narx. X3 Pro ishqibozlari uchun do'stlar korobka hujjatlari bor, radnoy holat. 8256 talik variantda bu telefonimizda Wi-Fi Bluetooth ishlamaydigan, ikkalasini kanali menimcha adashmasam bitta bo'ladigan. Tuzatsa ham bo'ladi, lekin tuzatmadik, sababi oddiy internetda ishlatadigan olib ishlatsa bo'laveradi. Narxi atigi 900 ming so'mga. Xuddi shuni yaxshiroq varianti bor endi, mana telefonimiz radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, 8256 talik. Afsonali megadan o'tgan korobka hujjatlari bor, narxi 1 200 ming so'mga. 900 ming so'm qayda, 1 200 ming so'm qayda, anchalar farqi bor. Redmi'dan holatlar ideal holatda bo'lgan Redmi 14C 8256 talik bunaqangi chiroyli svetda korobka hujjatlari bor. Bayandagi afsonali megadan o'tgan. Xotirasi baland, batareyasi yaxshi, dizayn chiroyli telefon so'raganlar uchun taklif qilaveramiz do'stlar. Narxini atigi 1 50 ming so'mga qilib beramiz. Dastlabkiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Bemalol zakaz bersanglar bo'laveradi. Borganda ham to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Faqat zaklab tashlab berasizlar. 200-300 ming so'm qolgan to'lov borgan paytda qilib bersanglar bo'laveradi. Endi barter xizmati faqat do'konga kelsanglar bo'ladi. iPhone'imizga o'tdik. Bitta iPhone'lar bor ekan bu yerda. Xo'p, iPhone 7 Plus korobka hujjatlari bor. Batareyasi usulini 100, xotirasi baland, 128 talik. Narxini 900 ming so'mga beramiz. 8 Plus batareyasi 100 usulini 256 talik. Narxini 1 500 ming so'mga beramiz. Holatlari yaxshi, zo'r, egasi yoqadigan holatda. Endi xuddi shuni batareyasi 100 usulini 64 taligi bor, buni 400 ming so'mga beramiz. Note 8 telefonimiz do'stlar, holatlari yaxshi holatda, endi ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda, korobka hujjatlarida adashmasam yo'q, buni narxini qilib beramiz sizlar uchun 550 ming so'mga. Va yana 550 ming so'mga yangi modellardan hisoblangan Hop, Infinix Smart 9 telefonimiz 64 talik variantda korobka hujjatlari bor, bunaqangi chexori ham bor ekan, chiroyli. Bu narxini ham 550 ming so'mga qilib beraveramiz do'stlar. Tekno Spark 20 do'stlar, 8256 talik variantda stereo kolonka, ishlashlari zo'r, cho'tki 50 megapiksel kamera, hop, xotirasi 256 talik, ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 1 ming so'mga. 8 Pro'lar do'stlar, hozirgi kunda eng arzon yeroy telefon desak bo'laveradi. 8 Pro, X3 Pro'lar buni narxini qilib, ikkalasi ham 128 talik variantda korobka hujjatlari bor, yo'q bor. Narxi 1 million so'm va 900 ming so'mga beramiz. Holatlari yaxshi bo'lganligi uchun. Xo'p, arzonroq narxda yaxshi telefon so'raganlar uchun bemalol tavsiya qilamiz. Ancha-muncha qatmaydi, netmaydi. Xo'p, Note 11R modelimiz do'stlar, Redmi'dan Note 11R 128 talik variantda telefonimiz. Buni narxini qilib beramiz, 800 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 800 ming so'mga xotirasi 128 talik, ancha-muncha qatmaydi, netmaydi ham bu. Adashmasam 5 ham poddesh qiladi. Xo'p, bir boshga ketaveramiz. Xo'p, 8256 variantda A16 miz bor ekan, korobka hujjatlari bor, radnoy holatda, ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 1 950 ming so'mga qilib beramiz. A15 miz bor, 256 variantda, chetdan kelgan ekan, bitta megasi ro'yxatdan o'tgan, korobka hujjati bor, radnoy holatda, ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q ishlash bo'yicha. Buni narxini 1 500 ming so'mga 8256 talik A15 qilib beramiz. A16 dan ham kerak bo'lsa yaxshi chiqqan model hisoblanadi do'stlar, 15lar ovozlari ham o'ta ham zo'r chiqarib beradi. A16 yangidek holatda 8256 talik variantdagisi bor do'stlar. Narxini 2 100 ming so'mga qilib beramiz. 34 5G modelimiz 5G poddesh qiladi. Hozirgi sotilayotgan 16 lardan yaxshi telefon hisoblanadi. Xarakteristika tomonlama 6 ga 128 variantda korobka hujjatlari bor, bunaqangi chiroyli svetda. Narxini 1 900 ming so'mga qilib beramiz. A17 do'stlar, yangidek holatda, masalan, yangi olaman deganlar uchun bemalol tavsiya qilsak bo'laveradigan telefon hisoblanadi do'stlar. Ko'pchilik ravochi telefon aylanadi, sababi masalan, yangisi, mashina yangisi adashmasam 210 yoki 220 dollar atrofida sotib olishlari mumkin. Endi ozgina ishlangan yangidek holatda hamma yo'g'i borini do'stlar, garantiyalar bilan biz do'konda 2 200 ming so'mga olishlari mumkin. 2 100 ming so'm sotdik, 2 million so'm sotdik, holatiga qarab. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon do'stlar, Samsung Galaxy A36 5G modelimiz. E'tibor berasizlar, 12 operatorligi bu, 12 ga
256 variantda korobka hujjatlari bor, to'liq rabnoy holatda chetdan kirgan ekan, ofitsialniy imagidan o'tkazib qo'yilgan. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, $240 qilib beramiz do'stlar. Kerak bo'lsa 128 so'mlik narxida. Endi xuddi shuni A56 ham bor, yangidek holatda, idealniy sostoyaniyada mana ko'rishlaringiz. Korobka hujjatlari bor, 8256 variantda bu ham. Buni narxini do'stlar $290 qilib beramiz do'stlar. $290 56. Hop, $240 36 ni 256 ni olishlar mumkin. Samsunglarimizni tugatib ko'raylik. Bu tomondan Apartiyani hop A70 modelimiz do'stlar, ancha-muncha qatmen netmeni $400 atrofida chiqqan telefon, 108 megapikselli kamera bilan dinamik AMOLED ekran, korobka hujjatlari bor, 628 variantda. Narxini 1,9 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 1,9 million so'mga bu xarakteristika zo'r, xudo xolasa. Xo'p, A52 do'stlar, arzonroq A52 keladi, uni sotilib ketadi, ko'pchilik chiqdi aloqaga. Yana bitta 52 kelgan, 8 ga 256 variantda, korobka hujjatlari adashmasam yo'q edi. Do'kon tomonidan garantiyalar bilan qilib beramiz do'stlar. Telefonimiz narxini atigi 1,150 so'mga 8 ga 256 $400 atrofida sotilgan. 400 dan ham baland sotilgan adashmasam. Bu telefonlar suvdan changdan himoya bilan chiqqan. Holatlar zo'r holatda. 1,150 so'm do'stlar, masalan hozircha narxlar yaxshi, darasa telefon oladigan vaqt, sotadigan payt emas lekin. A35 5G modelimiz do'stlar, idealniy holatda, yangidek holatda desak bo'laveradi. 8 ga 128 variantda korobka hujjatlari bor telefonimiz, ayni soni yo'q, 100% garantiyasi bilan qildiramiz do'stlar. Buni narxini 2,200,000 so'mga A35 5G'miz. Samsunglar tugatib ko'raylik, keyin Redmi'larga o'tamiz do'stlar. Xo'p, Samsung modellarini do'stlar, eng kuchli, eng yaxshi telefonlardan biri hisoblangan Samsung Galaxy S20 telefoni, to'liq rabnoy holatda, idealniy holat. Bunaqa chiroyli svet do'stlar. Internet magazинlarda kam $200 atrofida sotilayotgan telefonni biz sizlar uchun do'stlar 2,100,000 so'mga qilib beramiz. 2,100,000 so'm. S21larimiz do'stlar, yevro variantda $220. Qoralari yevro. Xo'p. Endi S21 5G do'stlar, bunaqa narx bilmadim, ancha-muncha joyda ham bo'lmasa ham kerak, o'zimizda ham kamdan kam bo'ladi bu narxga e'tibor berasiz do'stlar. 2 million so'm, 2,100,000 so'm. S21 5G do'stlar, holatlar to'liq rabnoy holatda, ayni soni ishlash bo'yicha yo'q. Holatlari ham zo'r holatda. Har bir telefonda rasm videosini qiziq bo'lsa, kimgadir Telegram orqali chiqsalar, Telegramdan tashlab beramiz. Xullas 2 million so'mga ham bor, 2,100,000 so'mga ham S21 5G do'stlar. Bu anchalar kompaktniy telefon hisoblanadi, anchalar qimmat telefon hisoblanadi. Hozir narxlar oz-oz arzonroq olinganlar hisobiga arzonroq qo'yib beryapmiz. S10 Plus modelimiz bo'lsa, idealniy holatda 8,8 variantda, ikkita sim kartalik qilsa bo'ladi. Hozirda adashmasam bitta sim kartalik. Bu narxini 1,900,000 so'mga qilib beramiz. S10 5G do'stlar, idealniy holatda, A+ variantda desa bo'laveradi. Oldi, orqaga salafanlar tortib qo'yilgan do'stlar. Holatlari ham idealniy holatda. Imagidan o'tgan telefonimiz 8256 variantda 4,5 mAh batareyka. Qatmen netmet vaqtida kerak bo'lsa $1,200 sotilgan telefon mana shu bo'ladi. Rабочийligini hisobiga do'stlar. Hozirgi kundagi narxi ham bozorlarda, internet magazinlarda adashmasam $200 atrofida sotilyapti. Sizlar uchun bu narxni 2,100,000 so'mga qilib beramiz. 2,100,000 so'mga. Endi xuddi shuni budjetniy varianti ham bor do'stlar. Atigi 1,700,000 so'mga. Bu ham rabnoy holatda mana ayni soni ishlash bo'yicha yo'q do'stlar. 100% garantiya beramiz 1,700,000 so'mga. Holat ozgina tasvirlangan uchun. S20 Plus 5G ni do'stlar, ikkita sim kartali do'stlar. Bitta sim kartaligi bilasizlar ko'p, serob bo'ladi, lekin yevro partiyalar do'stlar, S partiyalar ichida yevro kamdan kam bo'ladi. Yevrolarni sizlar uchun yig'ib qo'yamiz. S20 Plus 5G olamiz do'stlar, $215 ga. Ikkita sim kartaligi. Xuddi shuni bitta sim kartaligi ham $215 ga qilib beramiz do'stlar. Holatlari ideal holatda 8 ga 256 bo'ladi bu. Nariga 8 ga 128 variantda. S21 Plus 5G modelimiz do'stlar, koreyskiy bitta sim kartali, holatlari yaxshi, zo'r holatda, narxini $230 ga qilib beramiz. Dollarga aytganimiz sababi dollarga olingan bu telefonlar, to'g'risi dollarga asosan iPhone'lar eksportlar dollarga hisob bo'ladi. Shuning uchun dollar hisobiga narx qo'yamiz ustiga, plus qaysi kunga bo'lsa ham shu kunda kurslar hisoblanaveradi aytgan narximizda. Xo'p, S22 Plus do'stlar, holatlari rabnoy holatda, mana shu yerda ozgina uchgan joyi bor, shuni hisobiga mana kerak bo'lsa $315-330 sotilayotgan telefonni sizlar $215 ga olishingiz mumkin.
Note 25 do'stlar. Holatlari ideal holatda, ravnoy holatda telefonimiz 12 operatorga 256 lik xotira. Bunaqangi chiroyli svetda do'stlar. Narxini $270 beramiz. S22 ni ham do'stlar, S22 euro varianti bor. Ikkita sim kartali 8256 lik korobka hujjati ham bor. Buni narxini qo'yamiz $270 ga. Xo'p. S22 Ultra do'stlar. Koreyskiy bitta sim kartali ayrim nuqsoni xudolos yo'q. Holatlari ham to'liq ravnoy holatda. Garantiyalar bilan qilib afsonali emekidan o'tgan. Buni narxini beramiz sizlar uchun $385 do'stlar. Endi xuddi shuni rangidagi euro varianti ham bor. Euro ikkita sim kartalik 12 operatorga yarim terabayt 512 talik do'stlar. Telefonimiz to'liq ravnoy holatda, ayrim nuqsoni yo'q ishlash bo'yicha. Faqat bitta sim kartasi o'tganidan keyin bittasini ham qo'shib o'tkazib olsa bo'ladi adashmasam. Buni narxini $395, $385 ga $395 ga S22 Ultralar. Holatlar zo'r holatda va xotirasi ham baland. S23 da euro varianti kelgan do'stlar. Bilasizlar, S23 koreyskiy narxida chiqarib beramiz. Bo'lsa 8256 talik korobka hujjatlari bor, aksiyani emekidan o'tgan ikkalasi ham. Narxini qilib beramiz $360 ga. Euro varianti aytib o'tganimizdek, koreyskiy nechta desak to'g'ri bersak bo'ladi. Lekin euro varianti kamdan kam bo'ladi. S21 Plus do'stlar, 4800 mAh batareyka, 8 operator, 256 talik korobka hujjatlari bor. Ikkita sim kartali euro variantda $270 ga. Xo'p, xuddi shuni 22 Plus to'liq ravnoy holatda korobka hujjatlari bor. 8 ga 128 talik variantda bunimiz. Buni narxini qilamiz sizlar uchun $320 ga. Koreyskiysini ham bunaqa holatdagi kamida $300 bo'lmasa $330 gacha hozir sotilyapti. $320 ga kamdan kam topib bo'ladigan euro variantini qilib beramiz sizlar uchun. Xo'p, bo'lmasam Redmi va boshqa telefonlarimizga o'taveramiz ekan. Samsunglarimiz adashmasam tugadi. Buni ham bir boshga ketaveramiz. Xo'p, Redmi Note 13 Pro Plus 5G variantimiz do'stlar, 8256 variantda korobka hujjat zaryadchigacha bor telefonimizda. Narxini qilib beramiz $215 ga beramiz. Zero Infinix Zero 40 do'stlar. Kuchli telefon 8256 variantda korobka hujjatlari zaryadchigacha bor adashmasam, bu narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Honor X9BS bu do'stlar, X9BS bu ham mustahkam telefonlardan hisoblanadi. 5800 mAh batareyka bilan chiqqan. Korobka hujjatlari bor, to'liq ravnoy holatda, ayrim nuqsoni yo'q. Narxini 1 million 950 ming so'mga qilib beramiz. 2 million so'm emas, 1 million 950 ming so'm. Note 14 do'stlar, idealniy holatda, korobka hujjatlari bor, bunaqa chiroyli svetda. 1 million 750 ming so'mga. 8256 variantda. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan o'ta ham kompaktni bomba apparati hisoblangan. Xo'p, Huawei'dan Nova Huawei Poiro 70 modelimiz. Video olaylik bo'lar. 12 operatorga 256 korobka hujjat zaryadchi hamma yo'q bor bo'lsa, holatlari ham zo'r holatda. Kerak bo'lsa iPhone ni ham sindiradigan telefon, kamera bo'yicha mana shu. Narxini ham o'ta ham qulay qilib do'stlar, $375 ga beramiz do'stlar. $375 kerak bo'lsa hozir iPhone 13 olsanglar bo'ladi, lekin 13 dan ko'ra yaxshi telefon deb bilaman buni. Dizayn tomonlama, ishlash tomonlama, arxitektura tomonlama, kamera tomonlama ham do'stlar. Masalan, buni tushunadi, bilgan biladi do'stlar. Huawei Poiro 70 zo'r narxda, zo'r telefon. Xo'p. Infinixdan 30 Pro do'stlar, bespirodnoy zaryadchigacha bor, holatlar ideal holatda, narxini 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. GT20 Pro do'stlar, Infinix GT20 Pro 12 ga 256 varianti, korobka hujjatlari bor. Telefonimiz narxini $245 ga qilib beramiz. Игровой telefon hisoblanadi do'stlar. Toza игровой telefon desak bo'laveradi. Xo'p, yana bitta chotki bomba apparat do'stlar, e'tibor berasizlar, xarakteristikasini bir qator YouTubedan ko'rsanglar ham bo'laveradi. Lenovo Legion U70 modeli do'stlar, 12 operatorga 256 lik xotira, 5100 mAh batareyka do'stlar. Kameradan o'ta ham moshni olib beradigan. Korobka hujjatlari ham o'ziga xos bir boshqacha do'stlar. Korobka hujjat zaryadchi kabel chexoligacha bor telefonimizda. Xo'p, buni planshetni sotuvda o'tgan safar do'stlar, endi protsessoriga kelaylik. 8 Gen plus 1 do'stlar, 8 plus Gen 1 protsessor jihozlangan. O'ta ham shu apparatiga narxi o'ta ham qulay narxda do'stlar. Atiga 2 million 500 ming so'mga do'stlar, Lenovo U70 o'ta ham zo'r kompakt apparat ekan. Xo'p. Yana igrovой telefonlar hisoblangan X6 Pro 5G modelimiz do'stlar, $215 ga qilib beramiz. 12 ga 512 talik 5 korobka varianti do'kon tomonidan garantiya beramiz. Holatlari ravnoy holatda.
Yana bitta yaxshi apparat do'stlar, Xiaomi 14T do'stlar. Bez inaki holatda 12 operatorligi 256 xotirali korobka hujjatlar bor. To'liq ramli holatda. Chetga chiqib ketadigan odam olib chiqib ketsa, o'ta ham qulay bo'ladi. Sababi hozirgi kunda 350 dollargacha kerak sotiladigan telefonni sizlar uchun 235 dollarga qilib beramiz do'stlar. 235 dollar yana. 240 dollar aslida sotyapti, 235 dollarga qo'yib beramiz. Yana bitta kuchli apparat do'stlar, Xiaomi Mi 10T Pro'si bu. 5 chipa desha qiladi. T Pro do'stlar 8 ga 4 ga video olish xususiyatiga ega. Xo'p, 8 ga 128 tali variantda korobka hujjatlar bor. To'liq ramli holatda. Mana shu tagina mana. Taginagina uchgan ozgina joyi bor. Shuni hisobiga telefonimiz narxini 1 million 900 ming so'mga qo'yamiz do'stlar. 1 million 900 ming so'mga, lekin men bilaman, hozir men o'zimda ham bor telefonlardan bu xarakteristikadagi telefon yo'q do'stlar. Xuddi shuni 11T Pro'si ham bor do'stlar. Adashmasam 8256 variantda korobka hujjatlari bor. Telefonimiz narxini qilib beramiz 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 11T'ni o'zini ham 2 million so'm, 2 milliondan baland sotilyapti. 12T do'stlar, 12T ishqibozlar uchun korobka hujjatlari bor. 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. 8 ga 128 tali. 8 ga 128 shekilli adashmasam. Xo'p, yana bitta 12 tayimiz kelgan do'stlar. Orqa kirishkasi almashtirilgan, qolgan joylari to'liq ravno holatda garantiyalar bilan qilib beramiz do'stlar. Telefonimiz narxini 1 million 950 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 13 Pro do'stlar 1 million 700 ming so'mga 8 ga 128 tali variantda korobka hujjatlari bor. Redmi 13 Pro. Xo'p, bu yoqlarimiz ham tugab qoldi-yu menimcha. Xo'p, iPhone'larimizga o'tamiz ekan. iPhone arzonlarimizni aytib o'tib ketdik. Xo'p, iPhone bo'lmasam boshladik, xudo xolasa. iPhone 7dan boshlaymiz do'stlar. Kerak bo'lsa iPhone 11 dan kuchli telefon, xarakteristikasi zo'r, 76 yo'ngisi, 180 variantda to'liq ravno holatda narxini 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, iPhone XS do'stlar 1 million 650 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 71 yo'ngisida 64 tali variantda Face ID turkunlari bor. 1 million 650 ming so'mga iPhone XS. 1 million 900 ming so'mga 80 yo'ngisi 64 tali variantda. Holatlari zo'r, ravno holatda. 1 million 900 ming so'mga. Narxini chalib bormaysizlar va batafsil ma'lumot Telegramdan olishingiz mumkin. 1 million 900 ming so'm Gold Sweet'dagisi do'stlar 75 yo'ngisida 64 tali, bu ham to'liq ravno holatda garantiyalar bilan qilib beramiz. Kameralarni o'ta ham cho'tkit va tiniq holatda. Xo'p, 1 million 800 ming so'mga do'stlar, batareyasi usulenli 64 tali variantda. Oqini 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. XR do'stlar 91 yo'ngisida 128 tali variantda, bunaqa chiroyli svetda, holatlari ham ideal holatda. 2 million 100 ming so'mga. Xo'p, batareyasi 164 tali variantda do'stlar, 1 million 700 ming so'mga XS'imiz bor. XS Max telefonimiz do'stlar 2 million 100 ming so'mga, 84 yo'ngisida 64 tali variantda. Holatlari ravno holatda, ayni songa garantiya beramiz. Xo'p, 11larimizga e'tibor berib tomosha qilib turasizlar endi do'stlar. 2 million so'mga do'stlar, 2 million so'mga ham holatlari yaxshi, zo'r, buppa butun iPhone 11 telefonimiz bor. Face ID turkunlari ishlaydi. Faqat 05 kamerasi nimagadir yo'qolib qolgan ekan. Batareyasi usulenli 64 tali. Face ID turkunlari ishlaydi. Hammaga garantiya beramiz. Kameralar ham tiniq, ishlashlari cho'tka, ayni nuqsoni xudo xolasa mashinadan boshqa yo'q. 2 million so'mga. 190 dollar, 2 million 300 ming so'm bo'ladi. Batareyasi almashgan ekan, bo'ldi. Boshqa ayb nuqson kamchiligi yo'q telefonimiz. Batareyasi 100 usulenli 64 tali variant. Bunaqa chiroyli svetdagisini 2 million 300 ming so'm, ya'ni 190 dollarga qilib beramiz. 225 dollarga to'liq ravno holatda 81 128 tali variantda bunaqa chiroyli iPhone 11imiz bor. 225 dollarga. Xo'p, 82-64 tali. Bu narxi balandroq chiqadi, sababi bu telefonimiz respes emas, toza va tiniq telefon hisoblanadi do'stlar. Narxini 225 dollarga qilib beramiz. Buni ham 82 yo'ngisida 64 tali variantda. 81 yo'ngisiligi ham bor. Bu ham xuddi shunaqa chiqadi. 225 dollarga chiqadi. Dollar hisobiga hozir kursi baland bo'lib ketmaydi. Xuddi shulardan kam 250 dollar atrofida sotiladi do'stlar. Bular narxlar kecha qaytib qo'ygan varianti. Xo'p, iPhone 11 Pro'larimiz do'stlar. iPhone 11 Pro'larimiz 215 dollardan do'stlar, 215 dollardan 240 dollargacha bor. 64 tali, 78, 71,
77 va batareyasi 100 usulining Gold'ni korobka hujjatlarigacha bor. Narxlari aytganimizdek, xo'p 215 dan 240 dollargacha chiqadi. Har birini alohida va videoobzorni Telegramdan ko'rsanglar bo'ladi. iPhone 12 80 yonkisi 64 tali variantda, holatlari zo'r holatda, korobka hujjatlarigacha bor. 250 dollarga. 3 million 100 ming so'mga 91 yonkisi 64 tali variantda ideal holatda iPhone 12 telefonimiz bor. iPhone 14 85 yonkisi 128 tali variantda, holatlari zo'r holatda, ayni soni yo'q, ofitsialniy emekidan o'tgan. Narxini atega 400 dollarga qilib beramiz do'stlar. 400 dollarga iPhone 14. iPhone 13 87 128 tali variantda, A+ variantda desak bo'ladi. Holatlari shunaqa ideal holatda, oppog'dan ofitsialniy emekidan o'tgan. Narxini 370 dollarga qilib beramiz do'stlar. XL telefonimiz 16 korpus bosilgan 87 256 variantda, narxini 2 million so'mga qilib beramiz. 13 Pro'larimiz serob do'stlar. E'tibor berasiz, 89 yonkisida 512 talik yarim terabaytli orqa kirishkasini o'zimiz orqa kirishkasini alishgan opmiz. Xo'p, hamma yo'g'iga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 430 dollarga qilib beramiz. 430 dollarga 89 512 talik faqat orqa kirishkasi almashgan. 13 Pro'lar do'stlar 78 va 79 yonkisida, holatlari ideal holatda, bunaqangi blue svetli 420 dollardan qilib beramiz. 13 Pro 89 256 variantda gold svetda, holatlari ideal holatda, Face ID'da hamma yo'q ishlaydi, hamma yo'q garantiya bergan holatda do'kondan narxini qilib beramiz do'stlar. Sizlar uchun 460 dollarga qilib beramiz. 256 variantda, holat zo'r bo'lgani uchun. Endi A+ variantda, haqiqiy A+ variantda 13 Pro'miz bor. 450 dollarga qilib beramiz. Oppog'dan 95 yonkisi 180 variantda do'stlar. Bitta nuqtasi yo'q, xudo xolasa. iPhone XR telefonimiz do'stlar 82 yonkisida 64 tali variantda, narxini 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. iPhone 11 Pro Max 91 256 tali variantda, buni Face ID turtoni yo'q, Face ID'si yo'q, ishlamay qolgan. Nimagadir? Xo'p, ishlashlariga garantiya bergan holatda bu narxini qilamiz do'stlar, 220 dollarga qilib beramiz. iPhone 12 Pro Max 84 yonkisida 180 variantda, to'liq radnoy holatda, ayni soniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 370 dollarga qilib beramiz. iPhone 13 Pro Max A+ variantda desak bo'laveradi. Buni ham shunaqa ideal holatda 89 180 variantda, narxini 550 dollarga qilib beramiz. iPhone 15 Pro do'stlar, holatlari ideal holatda 87 yonkisida 180 variantda, ayni soniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 680 dollarga qilib beramiz. iPhone 14 Pro Max 82 256 talik to'liq radnoy holatda, holatlari ham zo'r holatda, bunaqa chiroyli svetda, purpur svetda. Buni narxini do'stlar 640 dollarga qilib beramiz. 640 dollar kerak bo'lsa, biz 180 talik olishlar mumkin. Biz 256 talik taklif qilyapmiz sizlarga. 15 Max do'stlar 86 yonkisida 256 talik, holatlar ideal holatda, korobka hujjat kabilargacha bor, YSMgacha emekidan o'tgan. Telefonimiz holatlari ham A+ variantda desak bo'laveradigan holatda. Buni narxini qilib beramiz do'stlar. Xo'p, sizlar uchun 780 dollarga qilib beramiz. 780 dollarga 15 Max 256 talik. 11larimiz zo'rlari bor endi, korobka hujjatlari. Bularni ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Xo'p, 87-88 yonkisida korobka hujjat adashmasam kabelgacha bor. Bular narxini 230 dollarga qilib beramiz. Qorasidan ham bormi deganlar uchun, qora 87-64 tali varianti bor, korobka hujjatlari bor, ofitsialniy emekidan o'tgan, adashmasam uni yesimi ham o'tgan. Bularda adashmasam bu narxini ham 230 dollarga qilib beramiz. Endi toza chista ramli holatdagi do'stlar, iPhone 11 do'stlar 84 yonkisida 180 talik, regionlari ham Yevropa region yangi ochilgan telefon hisoblanadi do'stlar. O'zimiz 89 yoki 90 turali sotdik, 84 yonkisida qilib olib kelib o'zimiz yana sotdi. Bu narxni 250 dollarga qilib beramiz. Narxiga arziydigan toza garantiyali telefon do'stlar. Xo'p, menimcha hozir yo'llarimiz tugadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlar shulardan iborat do'stlar. Ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Videoga keyin tarqalish uchun videoga
bitta kommentariy yozib qo'ysanglar, kim qayerdaligini xursand bo'lib qolamiz do'stlar. Hoziroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Xo'p, manzil oxirida yana bir eslatib o'taman. Andijon viloyati Shahrimon shahar Makro supermarketi ikkinchi etajda joylashgan Bek mobil do'konimiz. Barcha telefonlarimizga dastavkalarimiz bor. Batafsil ma'lumot Telegram orqali olsanglar bo'ladi. Nomerlarni yozib o'tamiz. Video kommentariyada Telegram kanalimizga qo'yib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.